davramizning aziz mehmonlari, mo'tabar otaxonlar, munisa onajonlar, ko'ngillarga payvand bo'lgan, uzoq yaqindan qadam ranjida qilgan aziz mehmonlar, hayo malikasi bo'lgan go'zal ayollar. Mana biz bugun siz azlar bilan shunday ajoyib bir insonlar, elimizni, yurtimizni hurmatiga sazovor bo'lgan Qadamboy akamiz, avajon opalarimizni bugun xonadonlarda quvoshli ayyom, Alloh inom etgan suyukli nevaralari kunlari. Xushnudbek akamiz, Muslimaxon singillarimizni farzandlik bo'lgan chog'lari. Ahmadjon akamiz, Zuhrajon opalarimiz nevara ko'rgan kunlari ekan. Mana shu suyukli nevaralari Ruxshonaxon degan ismni olgan ekanlar. Mana shu qizimiz o'sib ulg'ayib kamolga yetib, ota-onasi, bobosi va momolaridek el yurtga xizmat qiladigan, el yurt obro' e'tiborina sazovor bo'ladigan ajoyib bir o'qimishli, aqlli, dano qiz bo'lsin deya bugun nevara kamollari bilan, nevara to'ylari bilan ammalarni, xolalarni, hammalarini qutlaymiz. Azlar uzoq umr tilang qizga, qiz emas yorug' yulduzga, farzand qutluvi barchangizga. Necha yil g'amli yurdingiz, g'amlarda ohlar o'rdingiz. Ruxshonaxon ismli farzand ko'rdingiz, ko'z oydin do'stlar, ko'z oydin. Yetdingiz shundayin baxtga, Ruxshonaxondek farzandlik choqqa. Siringizni aytmang yotga, ko'z oydin do'stlar, ko'z oydin. Bugun ko'z oydinni ammalari, xolalari ham aytib turgan ekanmiz. Davramizda shohona to'yimizni ochib berishini shuna aziz insoni Sapor akamiz taklif etsak. Marhamat Sapor aka, mana shu go'zal elingizda bo'lib turgan chiroyli to'ylar qolaversa, farzand qutlug' bo'lsin deymiz. Shu elotni ulug'idir o'zlari, bir-biridan shirin shakar so'zlari. Doim yaxshilikni ko'zlari, to'y kechamizni ochib bersinlar o'zlarda. Davramizda Sapor akamiz taklif etamiz. Marhamat. Mana bugun bizlarning Og'alar mahallasida bir ajoyib nüfuzli xonadonda, Qadamboylar, Avajonlar xonadonida bir ajoyib yaxshi kunni guvohi o'tiribsizlar. Mana shu yaxshi kun bilan, mana shu chaqaloq bilan avvalambor Qadamboyni, Avajonni, bularni butun qarindosh tug'anlarni tabriklayman. Ilohim chaqaloq baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Ilohim otasini, enasini bir xizmati buyurib, ajoyib bir yaxshi inson bo'lib yetishsin kelgusida. Mana shu to'y bilan yana bir tabriklayman. Ilohim shu umri uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin, taqli bo'lsin. Mana shu yerga yig'ilgan barchalarni insonlarning xonadonida yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. Ilohim saram topganlarni yaxshi kunga buyursin. Mana shunday farzand to'ylarida, sunnat to'ylarida, o'g'il uylantirganda, qiz chiqarganda ana shunday katta davralarda o'zish hammamizga nasib ro'za qilsin. Mana shu kamtarlarni dasturxon yozilgan, mana shu dasturxonda bor bo'lgan noz-ne'matlardan yeb ichib o'tishingizni iltimos qilamiz. Mana shuna bu qizimiz Maryamjon, ina shu ham diktorsiz, ham ashulalar ham o'zingiz aytadigansiz. Mana shuni bir ajoyib edib, mazmunli etib olib borsa, siz ham ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Shunday katta davralar so'yish ham nasib ro'za qilsin. Rahmat. Katta rahmat Sapor aka, ajoyib tilaklaringiz ro'yobga chiqsin. Ilohim mana shu go'zal elingizda, yurtimizda faqat chiroyli to'ylar bo'lsin deya tilaklar qilib, sizni Allohdan uzoq umr, baxtli hayot tilab qolamiz. Rahmat chiroyli tilaklar uchun. Ilohim mana shu jajjigina qizaloqni baxt to'ylarda ham mana shunday chiroyli tilaklar bildirish nasib ro'za aylasin deya tilaklar qilib turganmiz. Avajon opa, ayvoningda bardir oltindan o'ranga, to'yingizga geldi ham birlentirenge, barchani to'yindan sizni to'y sarayagay boshlayvering ey o'g'lar o'g'ay to'yingiz, boshlagan to'yingiz muborak yo'lagay, to'yiga siyaga haqqa yetgan olasi qabul qilingay, tongda qilingan duosi muradına yetsin Qadamboy otasi boshlayvering ey o'g'lar o'g'ay to'yingiz, boshlagan to'yingiz muborak yo'lagay, hammangizga to'ylar muborak yo'l. Azlar hammangizga Allohdan uzoq umr so'raymiz. Ilohim har bir ota-ona oq yo'q
oq taragan farzandini kamolini faqat yaxshi kunlarni ko'rsin deymiz. Kelin olmaganlar kelin olsin, qizlarni uzatsin, o'g'illari kuyov bo'lsin, farzandlari farzandlik bo'lsin deya tilaklar qilib azlar bugun Qadamboy akamiz va jon opalarimiz nevaramiz to'yini shunday shohona qilib o'tkazaylikki, so'zingiz sehridan, qo'shig'ingiz sehridan do'stlarim, mehmonlarim mast bo'lsin deganlar hammangizga ochiq ishtaha tilagan holda navbatning chiroyli kuy qo'shiqlari beramiz. Marhamat, hammangizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Hammaning yana bir bora chaqaloq bilan qutlaymiz. Marhamat, chiroyli kuy qo'shiqlarimiz sizlar uchun davom etadi. Hasrat dağman
canım toylar mübarek. Aynen ama. Öldüm cemalin şevkide, derdin alamadım hey. Başın ne senem nege, ben örgün almadım. Birlekse iş retüyede, meclis kuran almadım hey. Neyle bin kendine, birdem sıramadım. Hecringde derdugam bilen, hasrette dağman. Hecringde derdugam bilen, hasrette dağman. Sen periler aklının çok zamanası. Ben senin işkın bilen alem efsanası. Kengir kışının bayisi, kengir deren arası. Zülfünde damıyor yere halın danası. Hecringde derdugam bilen, hasrette dağman. Hecringde derdugam bilen, hasrette dağman. Aşkında zarıldım eteği, gamgindim ağam. Aşkında zarıldım eteği, gamgindim ağam. Bimar fırkatin mano, zahirda sağman. Aklım senin bilen, özün yakmanay. Gürsat yüzünü talibim, nurli şırakma hasretle dağmanay. Merhamet, Atahan toylar mübarek olsun. Dilberi canu cahanım var mening. Arazi gül kamedi servi ramanım var mening. Fırkatında roz şeb ahu fuganım var mening. Hakim naşıfta hanuna tavanım var mening. Söz işkide besi dağın hanım var mening. Ömrüm kıskanar, takati sabrım tüger, erman bulur könlüm kanar. İşveler zahir kılıp endaki canım ne alar. Ve ne zalim dilberi name
qiladi yoralar. Şula derdi beqaror beamonim bor mening. Hizmetinde hallar sultanlarım Kuş muazzama ve şey sahip kranım var mening. Aha. Perdeden kürsetti yüz alamga ol şahi cahan. Düştü aşklarga 100.000 bazilah ofugan. Zülf açıp men aklini aşıp takıldı her zaman. Bertevi husni sağıp canlarını küydürdü raman. Bir acayip mahluka sahip kranım var mening. Çeşme giriyorluk sana. Bilseniz indi yakın bu bende fermanlık sana. Dünyada yetmezmi indi uçlu sultanlık sana. Her zaman yadımda hayri cavidarım var mening. Bir acayip mahluka sahip kranım var mening. Azlar endi davramizga barchangizni chiroyli raqslar taklif etamiz. Allohim mana shu qizaloqqa uzoq umr bersin, baxtli bolalik bersin. Qolaversa elimizni, yurtimizni ko'rina yaraydirgan ajoyib bir inson bo'lsin deymiz. Allohim har bir bandaga farzand bersin, nevara bersin, chevara bersin deya tilaklar qilamiz. Farzand bilan charog'on uylar, xonalar obod, tugalmas to'ylari. Yashab turgan umrning bog'i, farzanddir qalb nuri, yongan chirog'i. Chiroqlaringiz o'chmasin, buloqlaringiz ko'chmasin. Farzand dog'i ko'rmangiz, otajon, onajonlar, siz ham sira o'lmangiz deya yana chiroyli kuy qo'shiqlarimiz bilan davom etamiz. Aldı aklımni ay nazlarla canalar Kuşuma eyledi berbat yaray Komati framolar Evoy ay komati framolar Bilmedim neçük takat ötküzür meni Meni hazin etti yarar
bor martabangiz baxtli zamonda hurmatda bo'lib shod yashang doim omonda bu gulshanida ekadi zebo yarashibsiz ko'rmak yuzingiz erdi tamanno yarashibsiz tilagim gulshanida yangi bahorim o'zingiz maqsadim bog'laridan olma anorim o'zingiz bir bo'lib ahdi vafo bog'ini saylaylaganing hay tanamni ming tiyla jonim gulnigorim o'zingiz voy voy qurbonim bo'lay dod alingdan shaloguz shang Gurubub ardu vafo bog'ini sayraylaganing tanamni ming tiyla jonim gulnigorim o'zingiz ay bu gulshanida ekandi zebo yarashibsiz ko'rmak yuzingiz erdi tamanno yarashibsiz ko'rmak yuzingiz erdi tamanno yarashibsiz Ilkajon toza gulim yor sitam o'zginangiz Ilkajon toza gulim yor sitam o'zginangiz bir nigoh birla shahid qildi xumor ko'zginangiz bir nigoh birla shahid qildi xumor ko'zginangiz voy gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha voy amona jon amona alingdan gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha Nayirur pardadagi yor yuzing yoshirishing jonga orom berib jonda alif deydirishing ko'ngil orom berib ruhi ravondek turishing ko'ngil orom berib ruhi ravondek turishing voy amona jon amona alingdan gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha Almana bilan yonida yaprog'i bilan Almana bilan yonida yaprog'i bilan bizni yor xat yozadi kichkina barmog'i bilan bizni yor xat yozadi ingichka barmog'i bilan voy amona jon amona alingdan gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha gala laylim laylim sona bo'ylim bo'ylim gala xonim gala ha chirg'ar gulim gala ha to'ylar hammaga muborak marhamat aylanaman erkak izlardan
Çık. Hadi uzanmaz, oynatın uzamasını. Aha. Aha. Aylanamam. Yüzlerim deyimde eksiniz Ağacan ağacan Muştik yürekten vurdunuz Vah ağacan ağacan Yüzlerim deyimde eksiniz Ağacan ağacan Muştik yürekten vurdunuz Vah ağacan ağacan Aşkın deryasın tübünde Vah ağacan ağacan Yapar taşını taptınız Vah ağacan ağacan Aşkın deryasın tübünde Vah ağacan ağacan Yapar taşını taptınız ağacan ağacan Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Kudalar var mı kudalar? Kudalar toylar mübarek. Aha. Asmanımda kuyaş bulun ağacan ağacan Yolumuzda derya bulun ağacan ağacan Asmanımda kuyaş bulun ağacan ağacan Yolumuzda derya bulun ağacan ağacan Saçıma şıngırlarda kıp ağacan ağacan Evvel özümüze yakın ağacan ağacan Saçıma şıngırlarda kıp ağacan ağacan Evvel özümüze yakın ağacan ağacan Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Çık. Aha. Hadi uzanmaz, toylar mübarek. Aynen. Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Zengini ayakıma koy zengini Yarım uzaklap gitse çıkar iman izini Devam etamiz. Toylar mübarek olsun. Kurban günü amma parasına. Aha. Çık. Aha. Başınıza giysiz Biram ulla çögirme Apam aytar şu balanı Gepine sıra girme Sana dile apacan Şirin sözden uçmasman Özgünümden gitsemem Şu bocuktan gitmesmen Vay boy çögürümden gezden
dil buzanmasın. Ciğer mübarek. Aylan aman. İşte. Aha. Aylanayım. İyi. Ha. Ha, kalacağlısın. Aylan aman. İşte. Aha. Aha. İyi. Ay bu çögürmenizden, aylanayım boyunuzdan, çögürmen eteğindeki kara kaş gözünüzden. Vay bu çögürmenizden, aylanayım boyunuzdan, çögürmen eteğindeki kapkara gözünüzden. Vay bu çögürmenizden, aylanayım boyunuzdan, çögürmen eteğindeki kara kaş gözünüzden. Vay bu çögürmenizden, aylanayım boyunuzdan, çögürmen eteğindeki kapkara gözünüzden. Aha. Ha, bu tabakam toylar mübarek. Aylan aman. İşte. Davom etamiz chiroyli lazgi bilan. İşte. Ha, Shodmonjon xolasi. İşte. Aha. Aha. Ayağında kara etekler yok, başında çigürme kara tengi yok. Ayağında kara etekler yok, başında çigürme kara tengi yok. Tebrenip duruşuna kara canı yok. Arazımın lezgisinde kök yapar, arazımın lezgisinde kök yapar. İşte. Aylan aman. İşte. İyi. Aha. Yusuf bilan Züleyha var edi, bir-birini ko'rmoqqa zor edi. Yusuf bilan Züleyha var edi, bir-birini ko'rmoqqa zor edi. Paytlarida sevgi dildi bor edi, Xorazmni lazgisida ko'p yapar, Xorazmni lazgisida ko'p yapar, Xorazmni lazgisida ko'p yapar, Xorazmni lazgisida ko'p yapar. Yaracanım gelişinizden aylanay, sallanıp yürüyüşünüzge baylanay. Yaracanım gelişinizden aylanay, sallanıp yürüyüşünüzge baylanay. Ha, ciğer çıkarma kalsa kaldık eteme şöyle sen. Aha. İşte. Aha. İyi. Kaltır parmakları oyunda, şıkırlagan kayakları kolunda. Kaltır parmakları oyunda, şıkırlagan kayakları kolunda. Ah hey canım kalıp gittim yolunda, Xorazmni lazgisida ko'p yapar,
Marhamat, talablaringizga biron. Chag'allab. Alishma. Aha. Orta yapni kunlarini erkelab uchgan chag'allak, ko'kragini qabonatib shamolatgan chag'allak. Orta yapni kunlarini erkelab uchgan chag'allak, ko'kragini qabonatib shamolatgan chag'allak. O'tirman qurbaga. Chak chaka chak chag'allak, ololmaysan chag'allak. Chak chaka chak chag'allak, ololmaysan chag'allak. Aha. Aha. Balıklardan kuşları temlere atar çağallar. Dengizden yakıyor kuşları gezmeye muştak çağallar. Balıklardan kuşları temlere atar çağallar. Dengizden yakıyor kuşları gezmeye muştak çağallar. Çak çaka çak çağallar, alolmaysan çağallar. Çak çaka çak çağallar, alolmaysan çağallar. İşte. Evet canım, patoylar mübarek olsun. Aha. İşte. Ha. Köşe gezsem kanat yazıp aylana veren çağallar. Cündekini sıvaşayıp dolana veren çağallar. Kekrigini hiç duymayacak egilip algan çağallar. Her gün bulsam yet duymayacak düğünüp kalgan çağallar. Çak çaka çak çağallar, alolmaysan 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 çağallar. Kasrada kumru iğne tarış biraderli derli. Onu alsa kime yeter iş biraderli derli. Kasrada kumru iğne tarış biraderli derli. Onu alsa kime yeter iş biraderli derli. Şunday yakşı zamanda iş biraderli derli. Oynap yürüyenin yakşı iş biraderli derli. Oynap yürüyenin yakşı iş biraderli derli. İş biraderli derli ya iş biraderli derli. Derli 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 ya iş biraderli derli. Aha. İşte. Hadi. Aynen ama. Aha. İşte. Eşek. Şirigenin altı berek şüphrederli derli. Men duymasam neye gerek şüphrederli derli. Şirigenin altı berek şüphrederli derli. Men duymasam neye gerek şüphrederli derli. Şunday bakşı zamanda şüphrederli derli. Oynap yürüyenin yakşı şüphrederli derli. Oynap yürüyenin yakşı şüphrederli derli. Şüphrederli derli ya şüphrederli derli. Derli 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 ya şüphrederli derli. Eşek. Aha. İşte. Aha. Yap bu yer şeker kamış, şüphrederli derli. Yar ağacı yakarmış, şüphrederli derli. Yap bu yer şeker kamış, şüphrederli derli. Yar ağacı yakarmış, şüphrederli derli. Yürümesem korkaman, şüphrederli derli. Dumlu duşa çapamış, şüphrederli derli. Dumlu duşa çapamış, şüphrederli derli. Şüphrederli derli ya, şüphrederli derli. Şüphrederli derli ya, şüphrederli derli. Derli 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 ya, şüphrederli derli. Derli 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 ya, şüphrederli derli. Katta rahmat. Katta rahmat. Tinglaganlar ham, tomosha qilganlar ham, raqsga tushganlar ham
mana Toshkent san'at institutini tamomlab, yaqindagina Ogohiy nomli teatr isha joylashgan, faoliyat yurib boshlagan Botirjon ukamizni, jiyanimizni ham olib kelyapman. Endi bu hali men ham jiyanimning ovozini mikrofonda birinchi sizlar bilan birgalikda eshitaman. To'ylaringiz bo'lsa albatta jiyanimni ham taklif qilaverasizlar. Shiralar ovozini, shaydolari ko'p bo'lsin deya bugun chillaxonadan Allohdan ijodina ijod, faoliyatini faoliyat so'ragan holda chiroyli tabriklari bilan sizlarni chiroyli tilaklaringizni tinglaymiz. Marhamat, Botirjon. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu fayzli kechamizning fayziga fayz qo'shib o'tirgan mehribon otaxonlar, munisa onaxonlar, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar deymiz. Mana bugun beshik to'yda o'tirgan akamiz mana shu bo'lgan farzandimizning umri uzoq bo'lsin. Hamisha mana shu xonadonga yaxshi kunlarga, to'ylarga kelaveraylik. Mana shundoq ekan, mana shu fayzli kechamizda aziz mehmonlari bor ekan. Ibrohim akamiz. Mana shu Ibrohim akamizdan yaxshi tilaklarni, so'zlarini eshitib qolamiz. Marhamat Ibrohim aka. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun Recep Daylar xonadonidan, Qadamboylar xonadonidan, Avvaljallar xonadonidan, Xudolarning xonadonidan yana xonadonga bir quvonchli kunga sherik bo'lib o'tiribmiz. Bo'lmasa sağlam bola yilida bir sağlam avlod farzand dunyoga keldi. Shu farzand bilan Qadamboyni, Avvaljanni, bu Hayduaydini, Shonazarni, Yuvatlarni, bütün hamma qarindoshlarni shu xudolarni hammasini shu chaqaloq bilan tabriklayman. Shu dunyoga kelgan chaqaloq o'sib, ulg'ayib, otalarimdek, bobolarimdek, momalarimdek bir ajoyib elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan bir farzand bo'lib yetishsin. Yana bu avlod bir hamma tomonlama bir ajoyib elimizni, yurtimizni bir xizmatida bo'lgan ajoyib avlod. Yana Recep Dayı o'zam ruhlari shod bo'lsin. Ajoyib inson edi, ko'p yillar shu elda, yurtda xizmatini qilib o'tib ketdi. Yana Qadamboy o'zam izini davom ettirib, hamma elda, yurt xizmatida, Avvaljon bo'lsam yana shu ruhlari shod bo'lsin. Quron boğam, Zevrinim, Sabır akam, bular bir ajoyib insonlar edi. Bular shu bo'lgan farzand ham shularni izdoshlari bo'lib, shularga munosib farzand bo'lib yetishsin. Shuni shu keyingi to'ylarimdan hamma hech kim qadardan xoli olmasdan shu tabriklab o'tirish nasib qilaversin. Yana bahorda ajoyib kunida shu to'ylar bo'lib turibdi. Yana bir bor men shu chaqaloq bilan xudolarni hammasini bütün Qadamboyda, Avvaljon, Shalmonjonni rahmatlar berdi. Shu hammasini tabriklayman. Xudoyim shu farzand yana bir bor aytamiz, shu elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan ajoyib farzand bo'lib yetishsin. Shu chillaxonada aytilgan yaxshi tilaklar hammasi ro'yobga chiqadi. Shu xonadonga yaxshi kunga, to'yga kelganlardan hammani xonadonlarida shunday bir farzandlari tug'ilgan kunlari, sunnat to'ylar, farz to'ylar bo'lish nasib qilaversin. Shu to'yga qatnashgan hammalaringizga oilaviy tinchlik, sog'lik, omonlik, oilalaringiz bilan tinch omon bo'lib, bola chaqalaringizni baxtina, taxtina suyanib, shu to'ylarni hamma birgalikda o'tkazaveraylik. Yana bu yerda shu suxandonimiz yana ajoyib yigit hozir boshlab berdi, ya'ni Botirvoy. Yana bu toza o'qishni bitirib kelgan ekan, buni ham ishlaridan muvaffaqiyat. Xudoyim elimizni, yurtimizni xizmatida hech qanday charchamasdan shu avlodlarga, san'atkorlarga munosib shogird bo'lib, izini davom ettirib, buni O'zbekiston xalq artisti bo'lgandan tabriklab o'tirish nasib qilaversin. Rahmat katta. Rahmat, sizning ham xonadoningizda shunday yaxshi kun to'y bo'laversin deymiz. Marhamat. Endi azizlar, mana shu fayzli kechamizda yana bir Sanamjon xolalari bor ekanlar. Yaxshi tilaklarni, ezgu tilaklarni Sanamjon xolalardan eshitib qolsak, marhamat Sanamjon xola.
Makkatullo koshonasi bor, tillo to'la ostonasi bor, go'zal taqdir peshonasi bor. Dars ketmagay ko'ngil xonasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine şu kudalarımız uyunda şundi yaxshi gün ekan. Şu çakalak bilen qadam boyini Evezcanını, bütün evladını, o ecdat pir ustadını tebriklimen. Şu çillaxonada büyekni ayak izi hemmemize yarasın. Hemmemiz uyumuzda şundi toy olsun. Ükemler hiç çok soğuk demamasın. Emetcan, Zörecan ükemem şundi tebriklimen. Şu aktık, çoğuluk görüp, yazılıp, yayılıp otursunlar. Gönlünde ne ki arzu niyetleri olsa o yapa çıksın. Ülkem hayatta soğuk demamasın. Kudayım inşi bulan perzent, baktlı, akıllı, dana perzent olup evladımıza bir ibretli kız, ibretli gelin bulup yetişsinler. Kudayım hemmeniz uyunuzda toy olsun. Senin baktın yetmesin balam. Hem muhak yakşı birlerde bardığım. Rahmet. Salomat bo'ling. Hamisha mana shu bo'lgan chaqaloqni ham to'yda mana shunaqa yaxshi so'zlarni aytib o'tirish nasib qilaversin deymiz. Kelinglar azizlar, endi mana shu kechamizda yana Soliha xolalari bor ekanlar. Yaxshi tilaklarni, ezgu niyatlarni Soliha xolalardan eshitib qolsak. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Yine biz kudalarımız Qadamboy aka, Evezcanlar xonadonida o'tiribmiz. Bular chaqaloq bilan tabriklaymiz. Yine şu jiyanimizdan jiyan chavgan ekan, shu bir ajoyib aqlli go'shli qiz bo'lsin. Şu elatdagi hammaga oyoq izi yarashsin. Şu ukam bilan Emetjon kuyovim ham shu bilan tabriklaymiz. Sanamjon opamizni, qarindoshlarni hammasini shu bir ajoyib o'qimishli qiz bo'lsin. Hammaning xonadonida chaqaloq sasi chiqsin. Hammangizdan shu beshik to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rish nasib qilaversin. Mana azizlar, mana shu kechamizda yana bir Salomat opa bor ekanlar, doktor. Qani, yaxshi tilaklaringizni mana shu xonadon sohibi va sohibalariga bo'lgan chaqaloqqa bildirib qolasiz degan niyatdamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz Evezcan ve Qadamboylarning uyida shuni sağlam bola yılında chaqaloq bo'lgan ekan, ona uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ukalar, o'g'il ukalar ham bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday chaqaloqlarni hamisha dunyoga keltirib yuravering deymiz. Hamisha kasbingizdan barakat toping. Mana azizlar, mana shulardan qatorida Fatima opamiz shu yerda ekanlar. Marhamat, Fatima opamizdan ham yaxshi tilaklarni eshitib qolamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun biz Evezcan ve Qadamonlarning shunday yaxshi kundan yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu chaqaloq uzoq umr ko'rsin tilayman. Shu qizimiz bir yaxshi ifatli qiz bo'lib, bir yere ertaga turmushga chiqqanda hamma havas etadigan qiz bo'lsin. Ilohim shu sog'lom bola yilında Müslümanxonning o'g'li qizi ko'p bo'lsin, sog' salomat yursinlar. Ve shundan foydalanib bütün kommunal qarindoshlari ko'zlaringiz oydin deyman. Uzog'i bilan quvontirsin. Yaxshi, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling deymiz. Mana azizlar, mana shu yerda mehmonlarimiz juda ham ko'p. Dildora opamiz bor ekanlar. Marhamat. Dildora opa, Gulshoda, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz shu singlim Musimaxonning qizining besh to'yida o'tirgan ekanmiz. Men shu jiyanchama uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Umri uzoq bo'lsin, baxtli qiz bo'lsin. Shu otasi onasini xizmati buyursin. Baxtli qiz bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu kechamizning aziz mehmonlari Marat akamiz bor ekanlar, Yomg'urov, Marat aka.
evvelcene söz bergenken bana Kudayım şu aktığını ömrü uzak olsun. Uzak yaş keyin devlet versin özlerinden şunun bulardı ötmüşlerini bilen nazi yardımına çıkar. Beni hatıram sen 93'te hatıram yokla. Şu evvelcanlı, kademli ama şu uluklardın heyvatıllı var, ağelim, şanezer var. Ne var? Haykvay var, Aman geldi var, Reşit Vay var. Şularda yine şu toy bilen tebrikliyim ben. Şu Volkan bala Kudayım önü versin elata bualarındı, atalarındı. Hizmet katan insan oluyorsun şu balaka. Uzak yaş kendi devletliğime 93 yaşa kirim benindi. Aktık, çoğuluk, yolluk körge. Kudayım şöyle oturan hemen beni yaşım berge. 93'ten Katar'dan kalmıyor. Sağ salamat oynap külüp yürü. Ya kucak üylendirsen oynayayım. Ağzı ya artık kızımıza iltimas. Bir lezgi çıksa Ayşe lezgiye oynayımız. Ana şu niyet var. Hemmenize sağ salamat olun. Yurtumuz tunç olsun. Deryaya bereket versin. Katta rahmet. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, hamisha hamma vaqt bo'ling. Mana shunday yosh yigitdek qirchillab yuravering deymiz. Mana azizlar, mana shu yerda Xo'shit og'amizning jo'ralari bor ekanlar. Xayrullohga yaxshi niyatlarni, tilaklarini sizda eshitib qolsak. Marhamat. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari, shu jo'ramizni besh to'yinda o'tirgan ekanmiz. 20 yıldan keyin şu kızını uzatgandan o'tirish nasib etayotgan. Nima deymiz? Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar nasib qilaversin. Mana shu kechamizda marhamat do'stlardan Umurbek og'a. Yaxshi tilaklarni sizda eshitamiz. Rahmat. Yana shu jo'ramizni farzandi bo'lgan ekan. Shu bilan jo'ramizni qadamomi Aziz opamni tabriklayman. Shu bola ilohim yosh bilan bergan bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat Xo'shit og'a, yaxshi tilaklar sizdan eshitib qolamiz. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Adashimiz Xo'shnutbekni farzand bo'lib ekan, keyingi yillarda o'g'il bilan tabriklash munosabati bilan tabriklaymiz. Hamisha baxtli bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ham xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'raversin deymiz. Mana shu yerda o'rtoqlaridan Mo'minjon akamiz shu yerda ekanlar. Marhamat, Mo'minjon aka. Doktorlar bakıyormuş ama baktım oytan Rahmat, sizni ham ishlaringizga omad, hamisha o'ynab kulib yuravering. Dam so'z, dam suhbat deganlaridek, endi navbatni shu sahnamiz to'rda o'tirgan san'atkorlarimiz ustozimizga bersak. Sahnaga chiqdingmi, maydonga chiqding. Maydonga chiqdingmi, kerak san'ating bo'lmasa, darding bo'lmasa, kimga keragi bor quruq savlating. Marhamat. Herkelezgi bu kızman, kızışman birden. Herkelezgi bu kızman, kızışman birden. Lezgini oynan, o lezgini oynan. Her sırın her dem, her kime üçten birden. Aha kiştek, vaha kiştek. Aha kiştek, vaha hey. Ehleylara burada mamas bu. Kızışman bu bir cadu. Ehleylara burada mamas bu. Lekirdek işte kemas bu. Lekirdek işte kemas bu. Karsırın her dem. Her kime üçten dörtten. Aha
Bachon İslam gelin. İyi. Oynam İslam moççular gelinler. Ha. Oturgan yerdan oynayveringlar. Ha. İyi. İyi. Katta rahmat. Azar endi Alloh taolo biz bandalar yaratgan noz ne'matlardan shukr etib, to'y dasturxonlarimizga tortilgan noz ne'matlari, yeyilgan taomlar haqqi hurmati uchun mana davramizda she'lotni imomlari aziz otaxonimiz ishtirok qilayotgan ekanlar, bir chiroyli duolar qilib berishlarini so'raymiz. Marhamat, otaxonlar, chaqaloq muborak bo'lsin. Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akıbetu muttaqin ve salatu ve selama ala hayri halkı Muhammed ve ashabı ecmaîn. Xuda bende şu bolgan büyükte ömürleri uzak olsun. Uzağımından kontırsın, atenesimden bir yanmasın. Şunu yaş toylarına, Fars toylarına mallatarını özü etkesin. Şu yerde duaga kolaşıp oturgan barçanızın hem kanadanıza işini yaxshi güllab bolmalıkta Allah Teala nasip rozi kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ku rabbil anzalna manzalan barakan. Antakanin mübareke bırakmadık. Amin. Allahu ekber. Katta rahmat otaxon, ilohim mana shu chaqaloqni yosh to'ylarda, soch to'ylarda, baxt to'ylarda ham mana shunday chiroyli duolar qilish nasib ro'z aylasin. Marat ota, yana bir bora sizga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Otaxonlar shu yoshga kiribsizlar, 100 ga kirgaysizlar, kamtarin u piri badavlat otaxon bo'lib, hamisha to'yxonalar to'rinda bo'lgaysizlar deya tilaklar qilib, yana chiroyli kuy qo'shiqlarni davom ettiramiz. Aylaning. Rahmat sarg'ilin. Gruzin atasida 50 marta aytdim. To'ylar muborak, Ibrahim aka. Rahmat sarg'ilin. Aha.
Rahmat. Bolajonimiz to'ylar muborak. Talablar bilan chag'allaq bo'larkan. Hammani chag'allaqqa taklif etamiz. Hammalarni, xolalarni, hammalarni chag'allaqqa taklif etamiz. Marhamat. Aha. Ortayapni kunlarini erkalab uchgan chag'allaq, ko'kragini qabona qilib shamolatgan chag'allaq. Ortayapni kunlarini erkalab uchgan chag'allaq, ko'kragini qabona qilib shamolatgan chag'allaq.
surnaylazgi. Hammani, hamma yo'q. Köpyelere ermal ezgi, koptan ılgan zaman ezgi. Köpyelere ermal ezgi, koptan ılgan zaman ezgi. Aytala yüz aman ezgi, aytala yüz aman ezgi. Lezgi özü dünyada bir, lezgi özü alemde bir. Koy saçını oramasın, koy lebini vuramasın. Koy saçını oramasın, koy lebini vuramasın. Başkasını soramasın, başka koşuk soramasın. Lezgi özü dünyada bir, lezgi özü alemde bir. Beş ketesiz boy boyuna, gelinler ezgi oyuna. Beş ketesiz boy boyuna, gelinler ezgi oyuna. Yaraşar bezim toyuna, lezgi özü dünyada bir. Yaraşar bezim toyuna, lezgi özü dünyada bir. Köpyellere ermal ezgi, koptan ılgan zaman ezgi. Köpyellere ermal ezgi, koptan ılgan zaman ezgi. Ayt ana yüz aman ezgi, ayt ana yüz aman ezgi. Lezgi özü dünyada bir, lezgi özü alamda bir. Aha. Yeah. Sazına hayrandır dünya, hemmeni kılar mahliya. Sazına hayrandır dünya, hemmeni kılar mahliya. Cambara tenine güya, lezgi özü dünyada bir. Cambara tenine güya, lezgi özü dünyada bir. Köpyellere ermal lezgi, koptan ılgan zaman lezgi. Köpyellere ermal lezgi, koptan ılgan zaman lezgi. Aytala göz aman lezgi, aytala göz aman lezgi. Lezgi özü dünyada bir, lezgi özü alemde bir. Aha. Aha. Rakasaning kulgan nozi, bülbül kamiljon ovozi. Rakasaning kulgan nozi, bülbül kamiljon ovozi. Qo'shilsa jimishik sozi, lezgi o'zi dunyoda bir. Qo'shilsa jimishik sozi, lezgi o'zi dunyoda bir. Ana göz boy boy, qara göz boy boy. Ana göz gel beri hey, qara göz gel beri. Ahey. Aha. Yeah. Yeah. Lezgi kiyinedem bedem, oynasım geledi menem. Lezgi kiyinedem bedem, oynasım geledi menem. Gel ulu bek oynasanam ey, lezgi özü dünyada bir. Gel ulu bek oynasanam ey, lezgi özü dünyada bir. Ana göz boy boy, kara göz boy boy. Ana göz gel beri hey, kara göz gel beri. Ana göz gel beri hey, kara göz gel beri. Ana göz gel beri hey, kara göz gel beri. Aman! Marhamat, yana chiroyli surnaylazgisi bilan davom ettiramiz. Aylanaman. Ha. İşte. Ha.
Yoshlarimiz uchun bitta chiroyli qo'shiq.
bugungi chiroyli kuy qo'shiqlarimiz. Turk lizinkasi sizlar uchun.
Fuqaromiz, marhamat yigitlar, sizlar uchun. Ha, Botirjon. Ha. Davrani keyinroq oling. Ye. Ye. Ye.
Xudoyim shu qadamni əvəzli, şalmanlı, rəhmətli, alqaş güyülərimiz həmməsini təbrikləmə. En yaman günü yemək içmək nəsib etə versin. Toy tamaşa Xudoyim şad və rəmlik bola versin. Əvvəli var Recep Tayyip, mərhum keçəmlər, bölgələr ruhlanmalı şad olsun. Toxtam ama. Lakin evet, sen bilmirsən onu. Sen evvel bana versin gelen sözdü. İbrahim Ekem'den ki, sen bilmirsən onu. Geleni yok, bize sivil mısırı. Dayın, Bergencan. Gele ki, seni hürmet edemem. Bizi ciğerler, sinirler, sen bilmiydin, zeleni yok. Ben sizlerde tebrikliyim. Şulayım şu çakalaklı ömrü uzak olsun. Şunu çoğulgan günlerinde, Kudayım ulu olsa, sünnet toyunda ilminesine 30 tane nasip edersin. İlk yaman günümüz yemeği nasip edersin. Eğer bilen toyumuz tamam olmaz. İbrahim Ekem bilen bize seni dünya varamız. Bize çay içemiz öyle bergen. Canım yine bir babam var burs. Bilinmem bu burs tanınmam mı? Kulmadan iflas kaçıp gitti bilen kaçaversin. Kadam ki, seni tebriklerim aşağı akıma bile. Sen Kudayım bunu büyür. Ömrün burunu, lakin beni amaçlıyorsun adam bu, adam bu. Sen küllerle silima, sen kayın taraf silemişler. Kudayım şu kapkanın toylara vursun. En yaman günün şu çakalakla Kudayım eğlendiğinde ölmelekler biliyorsun. Kudayım ne demeyiz? Kudayım şu ekekli, Recep Tayyip'i, Tohtan Memmi, ruhlanmalı şadık süresiyle biliyorsun. Bize Kudayım, hemen kapkan toylara vursun, en yamanının yeme içmeklerine nasip edersin. Bunu bile toyumuz tamam olmaz, yani baramız çay içemiz öyle. Güzel, rahmet, bir şunları... Sünnet bizim olsun. Hürmetli toy qatnashchilari yine bugün Qadamboyli xonadonida, Avvaljanni xonadonida shunday bir quvonchli kunga sherik bo'ldik. Bo'lmasa bir sog'lom bola yuzida bir ajoyib chaqaloq dunyoga keldi. O'g'ilmi? Ha, qiz. Xudoya shu. Bu Derasan ruhları şadolsun saparayken aytadi. Şu qiz olsa quvonaver. Birinchidan enasine bergan qalin o'ylanadi. Ondan keyin ham keyingi boladan ukasini qaramaga basir oladi deydi. Şu ruhları şad olsun, yine to'ylar ajoyib tilak istaklar bildirildi. Şu to'yga yaxshi tilak istak bildirib kelgan hammani xonadonda to'ylar olsun. Yine singlimiz şu to'yda boshqarib, şu ajoyib o'zining yaxshi gaplari bilan, so'zlari bilan, ashullalari bilan to'yimizga ajoyib fayz kelibdi. Bu katta kelayotgan to'ydan, o'g'il yasagan to'ydan kam bo'lmadi. Ajoyib bo'ldi hammasi. Yine o'g'limiz Botirboy ham yana bu ishchilardan boshlagan ekan, quvonchli kunlarga qo'shilib, Xudoyim izi hech vaqt boshim to'ydan chiqmasin. Xudoyim shu hamma Botirboy san to'yga aytib kelish nasib qilaversin hammaga. Yine bir yerden diktor Naryanjan ajoyib so'zlar aytdi, hammasi ro'yobga Xudoyim shu qishlog'imizga hamma kelib xizmat qilasiz. Bizlar ham butun qarindoshlar, og'aylar shu Naimon qishlog'iga borib sizlarni xonadonlaringizdan, to'ylaringizdan qatnash nasib qilaversin. Yine bu to'yimizni ajoyib etib, videolar qo'yib, Muzaffar ukamning butun yerimiz xizmatida bo'lmoq. Bundan ailevi tinchlik, bolalarning baxtına taxtına suyunib, hamma shu yaxshi kunlarni to'ylarda videolar olarsin. Yine povur, hozir qo'rqoqda ham povur var edi bu. Halilardan bizim evladımız geldi inşallah bulan yiyem, bu ana ajoyib edi. Yine bir mozalı deyip ajoyib edi. Süzmeleri pişirine yiyen adamlar yiyip, hammasi rahmat edildi. Ulan işlerine muvaffak et. Hamma to'ylara yaxshi kunlarda xizmat qilaversin. Qadamboy yana bu Avvaljan Xudoyim shu birinchi navbatda ikkinchi qo'sha qardi.
ko'p yillar shu bolalar bosh bo'lib, shu avlodlarning izini davom ettirib yurgaysizlar. Yana shu bo'lgan farzandam hammamizni sizlarni, bizlarni davomchimiz bo'lib, shu yana sog'lom oila bola yilida tug'ilgan ekan, ajoyib sog'lom farzand bo'lib tug'ilsin, yursin, otasi, enasi bilan birga bo'lsin. Shuni tug'ilgan kunlarida, keyingi to'ylarida maktabga borganda papka tashkil edimi, papka to'y edimi shu musha to'ylardan kelib sizlarni tabriklab o'tiradi. Hamma yana bu to'yxonaning ajoyib insonlari doim boybo'g'ani bolalari Ergashoy. Uning ishlaridan muvaffaqiyat, yana shunday bir ajoyib bu kashana bir shunday bir 50-60 yillarga yaqin ko'p narsalarni ko'rgan, bu yerda ko'p odamlar rahbarlik qilib, yuzib sahnada turib, elimizni, yurtimizni yaxshi xizmatlarni qilgan, shularni umrlarini, shularni shu obro'larini berib, farzandlarimiz ham shulardan ham yaxshi obro'li, e'tiborli bo'laversin. Yine bahar başlandı, bug'doylar ajoyib o'sib turibdi, paxtalar yig'ilib turibdi. Xudoyim yana bir hozir ko'p vaqtdan keyin shodlik boshlandi. Xudoyim shu tapqalarimiz hamma yaxshi kunlarda, to'ylara bo'lib shu bolalarni baxtilar, taxtini hammamiz birgalikda suyarib, yaxshi kunlarni birgalikda o'tkazaveradi. Rahmat katta. Ergashoyev, to'yxonamiz uchun katta rahmat. Xalq uchun sizga xizmat edimsiz. Size hamma Xudo siylasin. Assalomu alaykum shu qadamlarga yaxshi kun. Yaxshi kun shu chaqaloqni uzoq olsun, keyingiler versin. Xudoyim Suzbek bilan qo'sha qarashlar, neki yordamliklari bo'lsa, ro'yobga chiqaversin. Xudoyim xonadonlarga yaxshi kunlar, to'y tomoshalar ko'p bo'laversin. Bizlar ham qatnashishni nasib etaversin. Xudoyim azamani yana bir bor tabriklayman. Aylandik. Maryamdan qatib ketishni o'zim bilaman. Qadamboy bilan. Hadi. Sağolun, amal hamisha yaxshi kunlarda to'ylarni davrasida yuringan. Qadamboyga qolaversa, bugun kumonib turgan aziz onajonasini, bobolarni, momolarni chin ko'nglimizdan qutlaymiz. Ilohim shu chaqaloq xonadonimizga baxt olib kelgan bo'lsin. Xonadonlaringizga tinchlik, totuvlik olib kelgan bo'lsin, davlat bilan kelgan bo'lsin. Ota-onasini kelgishinglar o'g'il farzanddan bo'lsin, o'g'il bakar qiz bo'lsin. Ilohim farzandlaringizni kamoli faqat yaxshi kunlarni ko'rishni istaymiz. Davlatlaringizga o'laversin, tashlaversin, aslo to'y ko'rmasin deya Qadamboy og'amiz bilan siz ham qo'sha qarib davron surgizga siz qaroko'z qirmiz yuzlar bilan yana to'y kechalarda, to'y ayyomlarda diydorlashni Allohdan so'ragan holda o'zbegimizni sirnay lazgisini hammangizni Ibadulloh g'asi to'ylar muborak. İkimiz oynayımız. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Qadamoma qabuliga rahmatlar. Hali tamomlash bu. Rahmatlar, ha qaramlar, qo'rqma. Men bor. Men bor. Men bor. No ulaşamayın garantiye. Öyle bakayım.
Anlatay otur. Ne oyunu? Ne olacak? Karan devrim soğuk. 20